2025-yil chisla necha bugun? 2-dekabr. Qo'yib beraymi, mana unga qo'yib berayim. Nimaga ba'zi ishlamayapti ekan? O'sha sababini tushunasiz. Viloyatga? Xo'p, shuncha xalqni to'plashdan maqsad nima aka? Kim sizga to'sqinlik qilyapti? Kim ba'zani kim ishlatmayapti? Respublika ishlaydi bu narsa. Xo'p. 3 kundan buyon ishlamayapti, to'g'rimi? Kecha ishlangan, chiqarilgan kecha. Kimniki chiqdi mana shu yerdan? Necha kundan beri turibsizlar? Shanba kundan. Aka 5 kundan beri turganlar bor-ku. 5 kundan beri turganlar yo'q, 3 kundan beri turganlar bor. Shuncha xalqni nimaga to'playapsizlar? Baza bilan bog'liq muammo. Ba'zi ishlamayapti. Ba'zi 5 kundan buyon ishlamayaptimi? har xil aka. Hop, sizlar Chust tumanida nima uchun ba'zi ishlamayapti? Bitta Bir haftadan buyon qayerda ishlamayapti? Ko'p joyda ishlamayapti. Xo'p, gai ba'zi ishlamayapti. Xo'p, o'shanda bular hozir 3 kun oldin tushganlar, senga turishga majburmi? Jarimasini to'lashga? Ba'zi ishlamagani uchun ham bular to'lash kerakmi jarimasini? Xususiy tadbirkor o'zi biladi. Yo'q, tushundim. Endi qarang. Ba'zi bir oy ishlamasa, bir oy to'laydimi? Shuncha odam mana, qarang, shuncha odam. Men ham gapiray. Gapiring aka. Men bitta bu sohada emasda, gay sohasida, mashinada emas. O'chirib turasiz telefonni. Davlat xizmatlari. O'chirsa mana telefonni. Hamma yerda bor. O'chiring telefonni. O'chiring telefonni. Buni odamni qiynashdi. Xo'p, odam omil ish. O'chiring telefonni. Mana men korrupsiya qilganim yo'q sizga. Ro'yxat. Ona hech qaysi olmaysan. Shuni hal qilib beringlar, komandir. Ba'zidan charchab ketdim men. Men ijtimoiy nimada turaman, reyestrda. Boraman va manoni qilib bering deb kadastrga kirsam ham, soliqqa borsam ham ba'zi ishlamayapti. Boshliqni chaqiraylik desam, boshliq o'qishda. Ko'p muammolarni bitta beyda emas, boshqa yerda ham bitmay qolyapti, yordam beringlar deyapti. Buni aytib sizlarga aytolmayman. Sizlarga xususiy tadbirkor aka. Buni u xususiy tadbirkor kimdir to'la olmaydi. Sharoit Aka, hozir qarang bitta narsa. Qachon ishlaydi ba'zi? Mana shuncha odam bu yerda bir haftadan buyon ishlamayotgani bor. Bir ishlamay qolyapti aka. Ishga chiqarilyapti aka. ishlamayaptimi faqat Namangan viloyatida? Respublika bo'ylab aka.